Bahor faslining nafis ayyomi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni hamda O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tashkil etilganligining 29 yilligi munosabati bilan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida ham tantanali bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Dastlab markazlashgan video konferens aloqa orqali onlayn tarzda Favqulodda vaziyatlar vaziri general-mayor Botir Qudratxo'jayev tizim xodimlari, faxriylari va ayollarga bayram munosabati bilan o'z tabrigini yo'lladi. Darhaqiqat, ayollarga ehtirom ko'rsatishdek ushbu ezgu sharqona an'ana bugungi kunda ham xalqimiz orasida yashab kelmoqda va o'zbekona tarbiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Yurtimizda xotin-qizlarning barcha huquqlarini ta'minlash va ularni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Fuqaro muhofazasini ta'minlash, aholi va hududlarni tabiiy hamda texnologik xususiyatli vaziyatlardan muhofaza qilishda dovyurak yigitlar bilan yelkama-yelka xizmat qilib kelayotgan ayollarning ham sohada muhim o'rni borligi alohida ta'kidlandi. Bayram munosabati bilan xotin-qizlarga esdalik sovg'alari ulashilgan bo'lsa, bir guruh harbiy xizmatchilarga vazirlikning faxriy yorlig'i va navbatdagi harbiy unvonlari tantanali ravishda topshirildi. Shu kungi bayram tadbiri soha xodimlariga ko'tarinki kayfiyat ulashish bilan birga o'z kasbiga bo'lgan mas'uliyatni yanada oshirdi.